Hammaga xayrli kech. Bugun biz Aziz bilan birgalikda ishlarni bitirdik va sizlar sog'inib qo'ygan vlog olishga qaror qildik. Chunki bugun ish rejamizda kechki paytga bitta biza eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotimizga borish rejasi bor edi va u nimaligini sizlar shu vlog orqali bilib olasizlar. Bu biza boradigan joyda Aziya mana mehrimizni berganmiz, juda ham yaxshi ko'ramiz va sizlarni qiziqtiradigan bitta narsa bor. Biza aynan aktrisa bo'lmaganimizda aynan o'sha soha, bu ham soha deyilsa kerak, to'g'rimi? Ayniqsa Asal o'sha soha vakili bo'lgan bo'lardi. Agar hozir aktrisa bo'lmaganda. Ko'pchilik so'rashadi, agar aktrisa bo'lmaganingizda kim bo'lgingiz kelardi deb. Aziya mana ham aynan shu biza boradigan joydagi mashg'ulot bilan juda ham ko'p shug'ullanganmiz. Nimaligini menimcha hozir yo'l davomida bilib olasizlar. 5-10% ni ochib ham bo'ldim, balkim kimdirlar va shu bo'lsa kerak desa ham kerak. Xullas, oldindan topganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qani ketdik. Mana biz manzilimizga yetib keldik. Mana endi mazza qilib tayyorlaymiz. Xullas, biz aytgan narsamiz bu tennis edi. Biz yoshligimizda shug'ullanganmiz. Ayniqsa Asal juda ko'p yillar davomida shug'ullangan tennis bilan. Va bugun o'sha yoshlikni eslash uchun tennisga keldik. Ketdik. Mana bizani ko'rtimiz. Bizga hozir tayyorlab berishyapti ko'rtni. Kechki salqinda mazza qilib shug'ullanamiz. Wilson Kaptola. Kichik ma'lumot, men kofeni juda ham yaxshi ko'raman. Asal unchalik yoqtirmaydi, lekin baribir Asal ham oldim. Shunaqa, hozir endi menga olamiz. Jahon o'zlariga hozir xo'sh yo'g'otdi. Kofeni rosa yaxshi ko'radi Aziz. Tanlagan Aziz. Cappuccino. Opani cappuccinolar tayyorlanyapti. Cappuccino tayyorladim. Men latte oldim, Aziz cappuccino oldi. Hozir endi ozgina shakar qo'shadi bu ham va mazza qilib ichamiz. Biz ko'rtga kelib oldik, tushib oldik. Hozir ozgina razminka qilishyapti. Chunki anchadan beri o'ynamadik, vaqt yo'q edi. Mana endi sekin-sekin boshlashyapti. Biz boshladik, Asal boshladi o'yinni. Endi, конечно, ancha-muncha esidan chiqib ketgan. No, harakat qilyapti eslashga. Hozir Adam bilan saralanishyapti. Men faqat kuzatuvchi o'rnidaman va operator bo'laman. Bunda hozircha razminka tesigan bo'ladi. Sekin bo'lsa o'ynaylik. Baribir odam qilganishi esdan chiqmagancha. Chunki ancha bo'lib ketib kelmaganimizga juda ham ancha bo'lib ketdi. Yaxshi. Ancha eslashyapti. Hali men eslab olishim kerak. Ancha eslab olishim kerak. Chunki Asal mendan ko'ra ko'proq qatnashgan, u даже tennisist bo'lib ketishga ham ozgina qolgan. Keyinchalik katta bo'lib qolganimizdan keyin buni tashlashga majbur bo'lgan. Bo'lmasa hozir Asal tennisist bo'lgan bo'lardi. Aktrisamiz. Adamman chapda yaxshi o'ynayman. Asal bu tomondagi raqibi esa Adam. Adam bilan o'ynayapti hozir. Yaxshi o'ynayapti. Mana esa Sizlarga sharhlab turibman o'yinni. Ayni kuzatamiz. Ikkalovligini. Ya'ni yaqinroqdan keyinchalik liniyadan uzoqroqqa o'tishadi menimcha.
esa sizlarga o'yinni boshqa rakursdan ko'rsatib beraman. Kommentariyaga yozib ketinglar, kimga balet chiqayotganinglarni, Asalgami yo Adamgami. Hozir juda qizg'in o'yin ketyapti. Men lekin hali shotda bilmayman, chunki men sizlarga vlog qilish bilan ovora edim. O'shaning uchun hali shotda aniqini bilmayman. Taxmin ham qila olmayman. Balki Adam yutyaptilar, balki Asal. Ko'ramiz. Endi esa o'yinni ozgina kuzatamiz. Shunaqa yaxshi ko'ramiz shu o'yinni, to'g'risi. Rosa yoqadi. Yoshligimizdan shu o'yinni yoqtirganmiz. Shu sport turini, bu juda ham zo'r sport turi. Tanlaganlar bo'lsa, adashmaysizlar, juda ham zo'r va qiziqarli. Koptogimiz devorni narigi tomoniga o'tib ketibdi. Aziz hozir bizaga hakam bo'lmoqchi, sudya. Adam bilan o'ynaymiz. Aziz ham sudyamiz bo'ladi. Joyiga kelib oling. Sizlarga endi tepadan video beryapman, ya'ni o'ynashayotganini. Hozir почти yaqinroqda o'ynashyapti. O'yinni kuzatamiz. Ikkita sakrab ketdi. Orqa tomonimizda ham qizg'in o'yin bo'lyapti. Men hozir bu yoqqa kelib oldim. Qaranglar. Isib ketdim borib. Juda ham zo'r sport turlaridan biri tennis. Men o'zi Asalga nisbatan kamroq qatnaganman tennisga. O'shaning uchun meni вообще esimdan chiqib ketibdi o'ynash. Даже udar bera olmayapman. Padacha вообще yodda aylanib turibsan umuman. O'shanga hozir ozgina mayli dam olib o'tirib tura qoling, o'ziga o'ynashdan sal maza qilib. Hop. Ular shunaqa gaplar. Hozir endi bularni o'yinini kuzatamiz, qanaqa o'ynashyapti. Qopto'la uzatib turamiz. Biz esa paka koptokchalarni yig'ib turamiz. Mana oyim qopni uzatib turibdi. O'zingizni anaqangizda, joyingizda.
Это мое место. Ну, lekin sizni joyingiz u anetdanim vishkada bo'lishi ham mumkin edi. Nima? Sudyalik qilib tursangiz ham bo'ladi. Зарплаты. Zo'r sudya chiqadi sizdan. Ana. Ancha tushib olishdi anaqaga formaga. Zo'r o'ynashyapti mana hozir. Chotka o'ynashyapti. Eslanib oldi. Va nihoyat endi biz постоянно kelib turamiz. Esdan chiqib ketmaslik uchun. Yutardingmi? Mazza qilib tennis o'ynadik. Boya vlogga boshida aytganimdek, Aziz bilan men yoshligimizda tennisga qatnaganmiz. Men hattoki sarevnovaniylarga ham borganman. Aynan shu yerda bo'lgan sarevnovaniyasi. Yoshligim esimga Shu kortlardan bittasida bo'lgan. bittasi emas, hammasida bo'lgan o'shanda. Hammasida bo'lgan, Ha, ha? anaqada bo'lgan, Yunusobodda. Yunusobodda, ha. Xullas, meni juda ham katta orzuyim tennisist bo'lish edi, lekin ko'rib turganingizda hozir aktrisaman. No, mana tennis o'ynab turishga kelamiz, chunki juda ham yaxshi ko'ramiz tennis o'ynashni. Sport baribir odamning sog'lig'i uchun foyda. Bugungi vlogimiz ham sizlarga yoqqan bo'lsa, bizga podpisatsiya qilib like bosishni unutmanglar. Bu biz uchun juda ham katta motivatsiya va bizani qo'llab-quvvatlagan hisoblanasizlar. Shunaqa chiroyli vloglar olishga davom etamiz. Ko'rishguncha. Hammaga xayr.